Xalqaro emgak tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi emgak amaliyotini tekshirishni talab qildi. Xalqaro emgak tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi emgak amaliyotini tekshirishni talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarshilik Xalqaro emgak tashkilotining bir komiteti kishilik huquq tashkilotlari tomonidan majburiy emgak deb bekitilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi emgak siyosatini yana ilgirlab tekshirishni talab qilgan. Bilgilinishicha, mazkur komitet bir texnik heyat avatishni talab qilgan bo'lib, Amerika va Angliyani o'z ichiga olgan bir qator davlatlar 9-iyun texnikalik maslahat berish xarakterlik tekshirishning yetarli bo'lmaydiganligi, uning tekshirish huquqiga ega yuqori darajalik vazifadan yiroq ekanligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 14-iyun bu vaqtdagi savolga javob berganda asossiz ayblashlarga qarshi turganligini aytgan. Amerika Xitoy bilan ochiq aloqa yo'llarini saqlab qolishini ta'kidladi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan va Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy tashqi ishlar komitetining mudiri Yang Chichi Lyuksemburgdagi uchrashishda ikki davlat o'rtasidagi aloqa yo'llarining ochiq holatda turishi kerakligini ta'kidladi. Nazarboyev bilan Putin ko'rishdi. Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning Rossiyaning poytaxti Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganligi e'lon qilindi. Nazarboyevning axborot ishxonasining bayonotiga qaraganda, rahbarlar Moskvada ko'rishib, ikki davlat munosabati o'rnatilganligining 30 yillik to'g'risida fikr almashtirgan. Yevropa Ittifoqi Isroiliyaning tabiiy gazi uchun harakatda. Yevropa Ittifoqi komitetining raisi von der Leyen energiya hamkorligini taraqqiy qildirish uchun Isroiliyada ziyoratda bo'ldi. Ukraina urushidan keyin Rossiyaga yurgizilgan jazo doirasida bu davlatning tabiiy gaz setib olishini azaytgan. Yevropa Ittifoqi energiya sohasida Isroiliya bilan bo'lgan hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydi. Turkiya orqali Yevropaga tutishadigan yangi turb yo'li bo'lsa, Isroiliya gazini Yevropaga to'shishdagi tanlashlarning biri. Microsoft internet tor ko'rguvchisi mulozimatini to'xtatdi. Eng olqishga erishgan tor ko'rgu bo'lgan Internet Explorer mulozimatini to'xtaydi. Microsoft shirkati 27 yillik tarixi bor bo'lgan internet tor ko'rguvchisining eng yangi nusxasi bo'lgan IE11 ni bugun, ya'ni 15-iyundan boshlab qo'llashni to'xtatganligini e'lon qildi. Qirg'iziston bilan Tojikistonning chegara qo'g'duvchilar o'rtasida to'qinish yuz berganligi bildirildi. Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti chegara mulozimat axborot markazining bayonotida Qirg'iziston Tojikiston chegarasidagi Buloqbasi rayonida yuz bergan to'qinishdan keyin vaziyatning yana jiddiy holatda turganligi e'lon qilindi.